Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Protix kanali. Bugungi videomizning mavzusi tarmoq administratori kim deb nomlanadi. Video oxiriga qadar quyidagi savollarga javobga ega bo'lasiz. Tarmoq administratori kim, ularning vazifa va mas'uliyatlari va ushbu sohadagi bir nechta xalqaro IT sertifikatlarni ko'rib tanishib chiqamiz. Video oxirida esa bonus sifatida bir nechta qo'shimcha va kerakli ma'lumotlar berib o'taman. Tarmoq administratori tashkilotning IT xodimi bo'lib, kompyuter tarmoqlari bilan ishlaydi. Internet bilan sodir bo'ladigan muammolarni imkon boricha tez tuzatadi. Tashkilot infratuzilmasini hamda tarmog'ini kiberhujumlardan va xakerlardan himoya qilish choralarini ko'radi. Barcha qurilmalar birgalikda uzluksiz, muammosiz ishlashini, ma'lumot almashuvini ta'minlaydi. Asosiy vazifalarga keladigan bo'lsak, internet to'xtovsiz ishlab turishiga javobgar xodim. Muammolarni tez va avvalambor sodir bo'lishidan avval aniqlab hal qilishi lozim. Va asosiy vazifalaridan yana biri o'zi ishlab turgan tashkilotning ham xodimlari agar mijozlar bilan ishlashsa, mijozlarning ham ma'lumotlari xavfsizligiga mas'ul shaxslardan biri. Xodimlarga va ishchilarga kompaniya resurslaridan va tarmog'idan qanday ruxsatlar va imkoniyatlar bilan foydalana olishini sozlamalarga kiritadi. Tarmoqni doim kuzatib, monitoring qilib boradi. Ehtimoliy tarmoq muammolarini oldini olish maqsadida. Sohadagi xalqaro sertifikatlarga keladigan bo'lsak, birinchi sertifikatimiz Cisco vendori, ya'ni kompaniyasi tomonidan taqdim etiladigan CCNA Cisco Certified Network Associate sertifikati bo'lib, dunyo bo'yicha juda ham tanilgan hamda ancha qadrlanadigan sertifikatlardan biri. Ushbu sertifikatga imtihon topshirish narxi $300 ni tashkil qiladi. Qanday sertifikatga topshirsam ekan deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, bu ayni siz uchun kerakli bo'lgan sertifikat deb ayta olaman. Ikkinchi o'rindagi sertifikatimiz Mikrotek kompaniyasining MTCNA sertifikati bo'lib, imtihon juda ham amaliy. Ushbu qurilma mahsulotlari O'rta Osiyo mintaqasida juda ham mashhur internet servis provayderlari va kichik kompaniyalar tomonidan keng tarzda foydalaniladi. Imtihon amaliy tarzda o'tkaziladi, lekin CCNA sertifikatichalik global darajada mashhur emas. Uchinchi sertifikatimiz Juniper vendorining GNCIA sertifikati bo'lib, agar tashkilotingizda Juniper qurilmalaridan foydalanishsa, ancha foydasi tegadigan sertifikat. Ushbu kompaniya kuchli qurilmalarga ega, ammo Cisco-chalik ko'pchilik tomonidan foydalanilmaydi. Oxirgi 4-o'rindagi sertifikatimiz Network Plus sertifikati bo'lib, CompTIA kompaniyasi tomonidan taqdim etiladi. Endi boshlayotganlar uchun yaxshi sertifikat. Ushbu sertifikat CCNA-chalik ustunlik bermaydi, lekin agar sohaga yangi bo'lsangiz, boshlanishiga yaxshi start bo'lib xizmat qila oladi. Videomizda demak 4 tala sertifikatni ham ko'rib o'tdik. Video boshida aytib o'tganimdek, bonus qismiga ham yetib keldik. Demak, bonus qismimizda O'zbekiston sharoitida tarmoq administratorligiga tayyorlanish yoki CCNA sertifikatga tayyorlanish uchun bir nechta akademiyalar va loyihalarni yig'ib chiqdim. Ulardan ikkitasi Cisco Networking Academy va IT loyihalar proyekti. Ularda ham onlayn, offlayn kurslar ikkalasida ham taqdim etiladi. Narxlari ko'rib turganingizdek, ushbu narxlarga sertifikat topshirish hamda tayyorlanish narxlari o'z ichiga oladi va so'nggi ikkita loyihalarimiz esa O'zbekona Cisco va ilm.uz loyihalari. Bularda ham onlayn va offlayn kurslar taqdim etiladi. Kurslar 4 oy davom etadi va oyiga O'zbekona Ciscoda 600 ming so'mda va ilm.uzda 1.400 ming so'mdan 1.700 ming so'mgacha bo'lgan oraliqda tashkil etadi. Demak, e'tiboringiz uchun tashakkur. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.